Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Naqd pul bank kartasi pensiyani olish tartibi va yangi qoidalar atrofida ko'p savollar paydo bo'lyapti. Pensionerlarga naqd pul taqiqlanadi degan gaplar tarqalgani uchun ko'pchilik xavotirda. Endi pensiyani qo'lga olib bo'lmaydimi? Hamma pul faqat kartaga tushadimi? Qishloqda yashaydigan yoki bankomatdan foydalana olmaydigan keksalar nima qiladi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-ona, bobo-buvi, yolg'iz yashaydigan qarindosh yoki nogironligi bo'lgan fuqaro. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim o'zgarishlarni oddiy tilda, hujjat va amaliy hayot asosida tushuntirib boraman. Avval pensiya olish tartibi ko'pchilik uchun juda oddiy edi. Pensioner pensiyasini naqd shaklda pochta orqali yoki mas'ul tashkilot orqali olardi. Ayrim hududlarda pochtachi uyma-uy yurib pul tarqatardi. Kimdir o'zi pochta bo'limiga borardi. Kimdir esa pensiyasini bank kartasiga o'tkazib qo'ygan bo'lardi. Ya'ni amalda ikki yo'l bor edi: naqd pul va karta. Endi asosiy o'zgarish shundaki, davlat asta-sekin pensiya va ijtimoiy to'lovlarni ko'proq bank kartalari orqali, raqamli tizim orqali berishga o'tmoqda. Buning sababi faqat naqd pulni taqiqlash emas. Asosiy maqsad to'lovni shaffof qilish, pulning kechikishini kamaytirish, pensiya kimga va qachon yetib borgani aniq ko'rish, ortiqcha qog'ozbozlik va inson omiliga bog'liq holatlarni qisqartirishdir. Lekin men bu yerda juda muhim narsani aytib qo'yaman. Ko'pincha odamlar naqd pul butunlay taqiqlanadi degan gapni eshitib vahimaga tushadi. Aslida masala bunday oddiy emas. Yangi tartiblar odatda pensiyani olish usulini tartibga soladi. Bank kartasi orqali olishni kengaytiradi. Ayrim toifalar uchun majburiy yoki ustuvor qiladi. Lekin har bir pensionerning hayotiy sharoiti alohida ko'rib chiqilishi kerak. Ayniqsa yoshi katta, nogironligi bor, harakatlanishi qiyin, bankomat va bank bo'limidan uzoqda yashaydigan insonlar uchun istisnolar va amaliy yechimlar bo'lishi mumkin. Men bugun sizga aynan shuni ochib beraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin. Qaysi holatda karta kerak bo'ladi? Qaysi holatda naqd olish masalasini so'rab ko'rish mumkin? Va eng muhimi, pensioner o'z pulini yo'qotib qo'ymasligi uchun nima qilish kerak? Avvalo, pensiya bank kartasiga o'tkazilsa, bu pensioner pulni yo'qotadi degani emas. Pensiya baribir pensionerning mulki bo'lib qoladi. Farq shundaki, pul qo'lga naqd berilmaydi, balki bank hisob varag'iga tushadi. Keyin pensioner uni bankomatdan yechishi, do'konda karta orqali ishlatishi, kommunal to'lovlarni to'lashi yoki yaqinlarga o'tkazishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashaydigan 7 yoshli pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya olsa, oldin u pensiyasini pochtadan naqd olgan bo'lishi mumkin. Yangi tartibda unga bank kartasi ochiladi va pensiya shu kartaga tushadi. U har oyning belgilangan kunida kartasiga pul tushganini SMS orqali ko'radi. Agar unga naqd kerak bo'lsa, bankomatdan 500.000 so'm yechadi. Qolgan 700.000 so'm kartada qoladi. Do'konda non, dori, oziq-ovqat xarid qilganda kartadan to'laydi. Bunda pul yo'qolmaydi, faqat saqlanish shakli o'zgaradi. Lekin qishloq joylarda vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, 74 yoshli ayol tuman markazidan 15 kilometr uzoqda yashaydi. Yaqin atrofda bankomat yo'q, transport har kuni yurmaydi, telefon ishlatishni yaxshi bilmaydi. Bunday pensioner uchun hamma narsa kartada bo'ladi degan gap amalda qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun men bunday fuqarolarga yoki ularning farzandlariga darhol bank, pensiya bo'limi yoki mahalla orqali murojaat qilishni maslahat beraman. Chunki tartiblar bor. Lekin har bir holatda amaliy yordam so'rash mumkin. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, naqd pulga o'rgangan pensionerlar. Ikkinchidan, bank kartasi yo'q yoki kartasi muddati tugagan fuqarolar. Uchinchidan, telefon raqami o'z nomida bo'lmaganlar. To'rtinchidan, bankka bora olmaydigan, yurishi qiyin, nogironligi bor shaxslar. Beshinchidan, pensiyasini farzandi yoki boshqa odam orqali oldirib yurgan pensionerlar. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensionerning kartasi bor, lekin karta farzandining qo'lida. Pensiya tushadi, farzand yechib oladi. Pensioner esa qancha tushganini ham, qancha qolganini ham bilmaydi. Bu juda xavfli holat. Chunki pensiya pensionerning shaxsiy puli, hech kim, hatto farzand ham. Uning roziligisiz bu pulni ishlatishga haqli emas. Agar pensioner o'zi kartadan foydalana olmasa,
ishonchli vakil orqali tartibga solish kerak. Lekin karta pin kodini hammaga aytib qo'yish to'g'ri emas. Yana bir misol. 7 ming yoshli erkak o'yga 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi bor, lekin telefon raqami nevarasining nomida. SMS xabarnomalar nevarasiga boradi. Pensioner pul tushganini o'zi bilmaydi. Bir oy bankomatdan 1 million so'm yechiladi. Keyingi oy yana 800 ming so'm yechiladi. Pensioner pulim kamayib qoldi deb o'ylaydi, lekin qayerga ketganini aniqlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun karta pensionerning o'z telefon raqamiga bog'langan bo'lishi kerak. Agar telefon ishlatmasa, kamida ishonchli va halol odam bilan bankka borib, xabarnoma va nazorat tartibini tushunib olish kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning bank kartasi bor bo'lsa, kartadan foydalanishni bilsa, bankomat yaqin bo'lsa, SMS xabarnoma ulangan bo'lsa va pensiya o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa. Bu o'zgarish katta muammo tug'dirmaydi. Aksincha ayrim hollarda qulaylik yaratadi. Masalan, dori sotib olish uchun dorixonaga borib, kartadan to'lash mumkin. Kommunal to'lovlarni navbatda turmasdan amalga oshirish mumkin. Agar pensioner kasal bo'lib uyda qolsa, pul kartada xavfsiz saqlanadi. Biroq qulaylik bilan birga xavf ham bor. Naqd pulda xavf shuki, pul yo'qolishi yoki o'g'irlanishi mumkin. Kartada esa boshqa xavf bor. Firibgarlar qo'ng'iroq qilib, bankdanmiz, kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangizni saqlab qolish uchun kodni ayting deb aldashi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman. Hech qachon karta raqamini amal qilish muddatini. SMS kodni, pin kodni telefonda hech kimga aytmang. Bank xodimi ham bunday kodni so'ramaydi. Pensiya bo'limi ham pin kod so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Yangi tartiblarning yana bir sababi budjet nazoratidir. Davlat pensiya puli aniq egasiga yetib boryaptimi? Ortiqcha to'lov bo'lmayaptimi? Vafot etgan shaxs nomiga pul chiqib ketmayaptimi? Hujjatlar to'g'rimi? Shularni elektron tizimda kuzatishni istaydi. Bu normal jarayon. Lekin shu jarayonda oddiy odam qiynalib qolmasligi kerak. Shuning uchun fuqarolar ham faol bo'lishi, o'z hujjatlarini tekshirishi, bank kartasi va telefon raqamini tartibga keltirishi zarur. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nuansa pensiyani kartaga o'tkazish degani. Uni naqd qilib olish mutlaqo mumkin emas degani emas. Karta hisobidagi pulni bankomatdan yoki bank kassasidan yechish mumkin. Demak, real hayotda naqd pulga ehtiyoj bo'lsa, pensioner bank orqali uni naqdlashtiradi. Muammo ko'proq pulni dastlab qanday berishda, uyga olib kelinadimi yoki hisob varaqqa tushadimi? Ikkinchi nuansa bankomatda pul bo'lmasligi mumkin. Bu ayniqsa bayram oldi. Pensiya tushadigan kunlar yoki tuman markazlarida ko'p uchraydi. Pensioner ertalab boradi, bankomatda naqd yo'q. Keyin yana borishga majbur bo'ladi. Bunday holatda bank bo'limiga murojaat qilish. Boshqa bankomatdan foydalanish ko'p. Pulni bosqichma-bosqich yechish kerak bo'ladi. Men pensionerlarga hamma pensiyani bir kunda yechib uyda saqlashni tavsiya qilmayman. Agar zarurat bo'lmasa, bir qismini kartada qoldirish xavfsizroq. Uchinchi nuansa, bank komissiyasi. Odatda o'z banki bankomatidan yechilganda shartlar boshqacha, boshqa bank bankomatidan yechilganda esa komissiya bo'lishi mumkin. Har bir pensioner kartani olayotganda bankdan aniq so'rashi kerak. Pensiyani naqd yechish bepulmi? Boshqa bankomatdan yechsam qancha ushlab qoladi? SMS xabarnoma pullikmi? Karta xizmat haqi bormi? Masalan, pensioner 1 million so'm yechmoqchi bo'lsa, 7% komissiya 10 ming so'm degani. Bir qarashda kam ko'rinadi, lekin har oy takrorlansa yiliga 20 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu ham pul. 4-nuansa. Ishonchnoma masalasi. Ba'zi pensionerlar kasal, yura olmaydi yoki chet hududda farzandi bilan yashaydi. Bunday holatda boshqa odam pensiyani olib berishi uchun oddiy og'zaki kelishuv yetarli emas. Notarial ishonchnoma yoki qonunda belgilangan boshqa tartib talab qilinishi mumkin. Agar ishonchnoma bo'lmasa, keyinchalik nizolar chiqadi. Farzand men onam uchun oldim deydi. Boshqa farzand yo'q. Pul noto'g'ri ishlatilgan deydi. Shuning uchun huquqiy hujjat bilan tartibga solish kerak. 5-nuansa pensionerning roziligi. Agar pensioner aqli raso, huquqiy layoqatga ega bo'lsa, uning pensiyasi bo'yicha qarorni o'zi qabul qiladi. Farzandlar otam tushunmaydi, kartani menga bering deb aytishi mumkin. Lekin bu avtomatik huquq bermaydi. Bank ham, pensiya organi ham shaxsiy ma'lumot va pul masalasida ehtiyotkor bo'lish kerak.
Agar pensioner haqiqatan ham o'z ishlarini yurita olmaydigan holatda bo'lsa, vasiylik. Homiylik yoki qonuniy vakillik masalasi alohida rasmiylashtiriladi. 6-nuvonchi kartaning muddati tugashi. Ko'p pensionerlar kartaning old tomondagi amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 0525 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2025 yil may oyigacha amal qiladi. Muddat tugagach pensiya tushishi yoki pul yetish bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun muddat tugashidan oldin bankka borib kartani yangilash kerak. Buni oxirgi kunga qoldirmang, chunki pensiya tushadigan kuni navbat ko'p bo'lishi mumkin. 7-nuvonchi pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Agar pensioner pasportini yangilagan bo'lsa, familiyasi o'zgargan bo'lsa, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bankdagi ma'lumotlar bilan pensiya tizimidagi ma'lumotlar mos kelmasligi mumkin. Bu ba'zan to'lov kechikishiga sabab bo'ladi. Masalan, bankda eski pasport raqami turadi. Pensiya tizimida yangi ID karta ma'lumoti bor. Tizim buni tekshirganda xatolik chiqishi mumkin. Shu sababli hujjat yangilansa bankka ham pensiya bo'limiga ham xabar berish kerak. 8-nuvonchi yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Ular firibgarlar uchun eng zaif guruh hisoblanadi. Kimdir eshik taqillatib, yangi pensiya qoidasi bo'yicha kartangizni tekshiramiz desa, bunday odamni uyga kiritmang. Rasmiy xodim kelgan taqdirda ham hujjatini ko'rish, mahalla yoki tegishli tashkilotga qo'ng'iroq qilib tekshirish kerak. Hech kim sizning kartangizni qo'lga olib pin kod so'rab tekshirib beraman deyishga haqli emas. 9-nuvonchi naqd puldan butunlay voz kechish hamma uchun bir xil tezlikda bo'lmaydi. Katta shaharda karta orqali yashash osonroq. Qishloqda bozorlar naqd ishlaydigan joylarda, transport va kichik xizmatlarda karta har doim ham qabul qilinmaydi. Shuning uchun pensioner o'z xarajatini rejalashtirish kerak. Masalan, oy boshida dori va oziq-ovqat uchun 600 ming so'm kerak bo'lsa, kommunal to'lov uchun 2 ming so'm kartada qolsa, bozor xaridi uchun 300 ming so'm naqd kerak bo'lsa, shunga qarab yetish kerak. Pulni rejasiz yetish keyin oy oxirida qiynalishga olib keladi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pensionerda bank kartasi bor yo'qligini tekshiring. Agar karta bo'lmasa, eng yaqin bank bo'limiga boring. Odatda pasport yoki ID karta. Telefon raqami va pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ba'zi hollarda pensiya bo'limidan yo'llanma yoki ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Buni oldindan telefon qilib aniqlagan yaxshi. Ikkinchi qadam. Karta pensionerning o'z nomida bo'lsin. Bu juda muhim. O'g'limning kartasiga tushsin. Kelinim ishlatib turadi, nevaram bilan degan yondashuv xavfli. Pensiya shaxsiy to'lov. U pensionerning o'z hisobiga tushishi kerak. Keyin pensioner xohlasa, o'zi boshqa odamga yordam beradi yoki pul o'tkazadi. Lekin boshidan boshqa odamning kartasiga bog'lash nizolarga olib kelishi mumkin. 3-qadam telefon raqamini tartibga keltiring. Bankka borib, kartaga qaysi raqam ulanganini tekshiring. Agar eski raqam bo'lsa, almashtiring. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, xabarnomalar kimga borishini aniq biling. Ideal holatda pensionerning o'z raqami bo'lsin. Agar u telefon ishlata olmasa, ishonchli qarindosh yordam berishi mumkin. Lekin pensioner pul tushgani va yechilgani haqida xabardor bo'lib turishi kerak. 4-qadam, pin kodni alohida saqlang. Pin kodni karta ustiga yozmang. Qog'ozga yozib hamyon ichiga solmang. Telefon kontaktiga karta kodi deb yozmang. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa, ishonchli usul tanlang, lekin begona odam ko'rsa tushunmaydigan bo'lsin. Bank xodimi, pochta xodimi, mahalla xodimi, soliq xodimi yoki boshqa biror kishi pin kodni so'tasa, bermang. 5-qadam, pensiya tushadigan kunlarni kuzating. Agar har oy 10 sanada pensiya tushgan bo'lsa, lekin bu oy tushmasa, darhol vahima qilmang. Avval bank ilovasini, SMSni yoki bankomatni tekshiring. Keyin bankka murojaat qiling. Agar bankda tushmagan desa, pensiya bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi agar bo'lsa, pensiya guvohnomasi. Oldingi to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni oling. Murojaatda pensiya to'lovim falon oy uchun kelmadi. Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb aniq yozing. 6-qadam, agar pensioner yura olmasa, buni rasmiy ayting. Mahalla tibbiy muassasa, pensiya bo'limi yoki bank orqali qanday xizmatlar borligini so'rang. Ba'zi holatlarda uyga borib xizmat ko'rsatish, vakil orqali rasmiylashtirish yoki boshqa amaliy yechimlar bo'lishi mumkin. Lekin bularni og'zaki gap bilan emas,
ariza bilan boshlagan ma'qul. Arizada pensionerning FIH pasport ma'lumotlari, manzili, telefon raqami va muammo aniq yoziladi. Sog'lig'im sababli bankka bora olmayman. Pensiya amaliy yordam ko'rsatishingizni so'rayman. 7-qadam, agar kartadan pul yo'qolgan bo'lsa, vaqtni boy bermang. Darhol bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Keyin bank bo'limiga borib, operatsiyalar bo'yicha ko'chirma oling. Qachon, qayerda, qancha pul yechilganini ko'ring. Agar firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza yozing. Arizada men bu operatsiyani amalga oshirmaganman. Kartamdan ruxsatsiz pul yechilgan deb ko'rsating. SMSlar, qo'ng'iroqlar, chek va bank ko'chirmalarini saqlab qo'ying. 8-qadam, pensionerga karta ishlatishni amalda o'rgating. Faqat mana karta ishlataverasiz deyish yetarli emas. Bir marta bankomatga birga boring, balans ko'rishni ko'rsating. 50 000 so'm yechishni ko'rsating. Do'konda terminal orqali to'lashni ko'rsating. Chek olishni o'rgating. SMS kelganda nima yozilganini tushuntiring. Ayniqsa kirim va chiqim farqini tushuntirish kerak. Kirim pul tushgani, chiqim pul yechilgani yoki sarflangani. 9-qadam, oilada kelishuvni ochiq qiling. Agar pensioner farzandiga pul ishlatishga ruxsat bersa, bu ham aniq bo'lsin. Masalan, har oy dorilar uchun 30 000 so'm, oziq-ovqat uchun 500 000 so'm, kommunal to'lov uchun 200 000 so'm. Qolgan pul pensionerning o'z ehtiyoji uchun. Bunday ochiq hisob-kitob oilaviy nizolarni kamaytiradi. Aks holda kim qancha oldi? Nima uchun yechildi? Nega onamda pul qolmadi degan savollar ko'payadi. 10-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya bo'yicha o'zgarishlar bo'lsa, mahalla pensiya jamg'armasi, banklar va hukumatning rasmiy axborot kanallari orqali e'lon qilinadi. Ko'chadagi gap, Telegramdagi noma'lum xabar yoki bir tanishim aytdi degan ma'lumot asosida qaror qabul qilmang. Ayniqsa bugun kartani almashtirmasangiz pensiyangiz kuyadi degan qo'rqitishlarga ishonmang. Rasmiy organlar odatda bunday masalani aniq tartib bilan tushuntiradi. Men yana bir muhim maslahat beraman. Agar siz farzand bo'lsangiz, ota-onangizning pensiyasini nazorat qilish bahonasida ularning mustaqilligini olib qo'ymang. Ularga yordam bering, tushuntiring, bankka olib boring, lekin pul ustidan to'liq nazoratni o'zingizga olishga shoshilmang. Pensionerning o'z ehtiyojlari, o'z xohishi, o'z sha'ni bor. Pensiya faqat pul emas, bu insonning yillar davomida qilgan mehnati natijasida oladigan qonuniy daromadi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, men tushunmayman. Hammasini bolalar biladi deb befarq bo'lmang. Hech bo'lmaganda 3 narsani biling. Pensiyangiz qancha, qaysi sanada tushadi, kartangizdan kim foydalanadi? Shu 3 narsani bilsangiz, ko'p muammolarning oldini olasiz. Agar savol tug'ilsa, mahallaga, bankka yoki pensiya bo'limiga borib so'rashdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Demak, asosiy xulosa shunday. Gap pensionerning pulini olib qo'yish haqida emas. Pensiya to'lovlarini ko'proq bank kartalari va elektron tizim orqali tartibga solish haqida ketmoqda. Lekin bu jarayonda har bir pensioner ehtiyot bo'lishi kerak. Kartani o'z nomiga rasmiylashtirish, telefon raqamini tekshirish, PIN kodni hech kimga bermaslik, bank komissiyalarini so'rash, hujjatlarni yangilab turish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish zarur. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani hali ham naqd olib yurgan bo'lsa, hozirdanoq bank kartasi, hujjatlar va aloqa raqamini tartibga keltiring. Agar sog'liq, masofa yoki boshqa sabab bilan bankka borish qiyin bo'lsa, buni rasmiy ariza bilan bildiring. Eng muhimi, o'z pulingiz ustidan nazoratni yo'qotmang. Sizning hududingizda pensiya naqd berilyaptimi yoki kartaga o'tkazildimi? Bankomat, karta, komissiya yoki pul yechish bo'yicha muammo bo'lyaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensionerlar, nafaqalar, ijtimoiy yordam va qonuniy huquqlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.